Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Mobil Play o'z kanali bugungi videorolikda biz sizlar bilan birgalikda Retail Store Simulator o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Albatta bugun biz Sekiro urvorasan. Voy. Nima boshida Xullas, biz akalar mana shu do'konni kuchaytirishimiz kerak. To'g'ri ichida balo ham yo'q. Bugun kuchaytiramiz. Ha. Xullas shunaqa. Mana nima edi? Xullas akalar biz hozir narsa buyurtma qilamiz. Birinchi o'rinda. Oy. Bizga mana bundan kerak bitta. Ikkita. Hozircha ikkita chaqirib turamiz. Ikkita keladi hozir. Xo'p, birinchi bug'doymi bu, unmi? Bug'doy ekan. Bug'doy ekan. Keyin. Bular ochilmaydi. Ye. Qani bug'doy sonamiz ekan. O. Pepsi Cola ham sotsa bo'lar ekan. Pepsi dan ham 2 blok chaqirib yuboramiz. Pulimiz hozircha yaxshi, Cola. Kelyaptimi narsalar? Xo'p, yana nima chaqirsak bo'ladi? Hey. Mana 10 mingdan ekan kelar. Shundan chiqarib yuboraylikmikan a? Yo'qmi? Mana bread deb qo'ygan. Bu nima ekan? Non ekan. Ye. Mayli, pulimiz yetmay qoldi. Voy, bunda nima bor? Mana. Tortma. Ana bu. Shu burchakdan unlashtiraveramiz. Voy. Unlashtiray. Albatta bu o'yin yana keyingi qismlarni chiqishini xohlasanglar, kommentariyada yozib ketinglar, qaysidan qo'yardi. Ko'ryapsizlarmi akalar, o'zi terib qo'yadi-da. Narxi $3 Mayli, $3 qilamiz. Ye? Ovalagan qaytarib ovalagan. Mana bunday qilsak ham. Bunday qilsak mana maksimal. Endi bratanlar, meni ham shuninglarda sizlar. Foydaga qolishim kerak-ku. Bu Pepsi ekan, olamiz. Foydaga qolishim kerak-ku meni. Alohida qilsak ham bo'ladi mana. Yaxshi o'zi narxini joylashtirib qo'yar ekan. Cola. Bitta xanadelik olish kerak o'zi akalar. Qani, qo'ychi mashikka turibjon. Qo'yma. Sichqonlar o'tiradi. Orqasida teshigi yo'qmi? Sichqonlar o'tib yana xo'p, cola, un kerak akalar. Kerak shotda bunda. Maksimal narxiga qo'yamiz. Ya beka, birinchisidan arzonroq qo'yish kerak desanglar bilaman. Endi baribir akalar foyda qolish kerak-ku. $250 dan faqat nimalarni mana unda sotamiz mana. Pepsi Colalar. Mashina Colalar. Endi pulimiz ko'payib ketib, xanadelikka borsak, iplab bo'lmay qoladi bizda o'sha paytda. Voy. Endi akalar, birinchi ish kunimizni boshlaymiz. Kelinglar-ov. Men yana bitta narxlar ko'rib chiqay. Xo'p. $2 dan ekan. Nonga pulimiz yetmadi hali. Colaga bavarlik deding. Men aytdim sizlarga olmaylik dedim. Yo'q, o'lim. $1 dan ekan mana shunday. Yetmaydi. Kim taqqilatdi? Hech kim yo'q-ku. Chiq. Kameraga termilib o'tiraverasanmi? Chiq. Voy. O, Pepsi oldingizmi, xola? Sizga $20 qaytish kerak, shunaqami? Uzr akalar. Hayajonlanibdi qo'l. Hey! Opa. Nargi klientam kelib oldi-ya.
Bo'pti, xola. Yo'q, opamisiz. Tezlashib boringlar. Rastdan to'laysizlar. Bo'ldi, 6 sent sizga qaytish kerak ekan. Had a wonderful shopping experience. See you. Faqat suv ketyapti. Issiq kunda faqat suv ketadi-da, biratan. Biratan to'g'risini aytdim. Pulimiz yaxshi topdik. Un Plastik. plastikdan yechib olamizmi? Okey. Bo'pti. Thank you. Great deals and warm service. Uh-huh. See you. Keyin yana bir kunga do'kon yopilishi mumkin. Chunki men narsalar olib kelishim bor. Bo'ldimi? Ayo bor ekan. Un chaqirib qo'yaymi, ha? Voy, tezlashib ketdi. O. Biratan meni boy qilgani kelyapti. Ana. 800 dollar. Ha. Ana biratan. Gazingizni bosin. Sal tezlashtirib yuboramiz akalar, video ham cho'zilmasligi uchun, zerikib qolmasliklaring uchun. Voy. Sizga 1 dollar 6 sent qaytish kerak ekan. Bo'ldi, yo'qoling. Muncha ko'p. O'tirish qilyapsizmi deyman-da, xo'pa? Opajon. Amazing service. Just what I needed today. Ana. Goodbye. Voy, narsalar tugab qolyapti. Endi Yahyo aka, do'kon bo'lgandan keyin tugaydi desanglar. Bu gaplaring ham to'g'ri. Plastik verdi. Plastik. Amazing. Ko'ryapsizlarmi, o'sha Very kasser bo'lib satisfied with my ketdik. purchase. Goodbye. Goodbye. Keyin akalar bunda ishchi olsa ham bo'ladi. Ishchi olaymi yo'qmi? Lekin ishchini o'rniga o'zim tez qilaman-da buni ishini. Bo'pti, xola. Boring. Bitta qo'la. Mayli. Zararga kirib ketamiz akalar, zararga. 100 dollar qaytaraylik. O'sha 400 dollar ishlab qo'ydik akalar. 400 dollardan oshiq pul ishlab qo'ydik. Narsa qopdimi? Tog'a. Happy customer. Love to Boringchi. Yes. Goodbye. Ana endi yopiladigan vaqt. Endi opalar un bilan kola yaxshi ketdi akalar, un. Voy. 1 2 3 4 ta porsiya. Chaqirdik. Kola ham 2 3 4. Porsiya buni ham chaqirdi. Buni ham chaqirdik. Yana nima yaxshi ketyapti bizda? Non. 2 3 4. Ha, narsa yo'q. Kutlang, spirlar. Olib kelib olaman. Bitta mana qadam. Bitta mashinaqadan chaqirtiramiz. Bo'ldi. Qarab. Yana bankrotmiz. Voy. Nima ko'p? Qani, mashitga Sichqonlar yo'qmi? loysirama. Qo'y. Nima qilsam qo'yasan, ha? Joy ochiq qolsin, jitsi. Voy. Cho'zilga topdi. Shuni jiylashtirish shunaqa qiyinmi deyapsizlar-da, ha? Bu nima? Un. Unda biz bitta qo'yamiz. Mana. Narxni yozib qo'ygan. Narxni o'zi yozib qo'ygan. Ochib yopa. To'g'ri bo'lsa kerak edi. Bu nima? Pepsi ekan. Pepsini metga joylashtiramiz. Ko'ryapsizlarmi, shu do'konim? Kim buni katta xolasini darvozasida ochib qo'ydi. Yahyo beka, sizdan boshqa hech kim kirmaydi desanglar, bu yoq gapinglar ham to'g'ri. Ya bu yerish kerak-da. Kompyuter do'kondan aloqa qilishadi. Ana. Shu narxlarni sal oshirib qo'ysak bo'lmaydimi? Yo, narxi oshgan narsalarni ham olish kerak o'zi. Maksimali shumi? Ha, shu ekan. Maksimali shu ekan. Hozir biratanlar. 3x qilsam tez teram ekan. Ko'ryapsizlarmi akalar, kallani ko'ryapsizlarmi? Voy. Hozir budrab ketadi bu. Non. Terishni qaranglar. Kimchilar beriladi? 6 dollar.
Bekka kelgan sal sekinlashtiramiz. Endi tezlashtiradi. 2x qilamiz. Voy. Terishni qarang vakillar. Xo'p, bu nima? Un oxirgisi menimcha. Voy, sal o'rganish kerak ekan buni yurishdi. Non endi yaxshi ketsa bo'ldi, chunki nonsiz hayot yo'q. Bu ham non. Ana. Bratanlar, hozir Qolgan narsani nima qilamiz? Kerak. Ortiq qo'ysa. narsa ortib qolmaydi. Skladga tiqamiz. Buni ham yo'qotaylik. Bo'ldi, bratanlar, shuni terib olay. Ana. Bo'ldi menimcha. Oldu ha. Açarım bakalım. 1x qilamiz. Ochildi do'kon. Yedi. Kilitlar tez açılsın. Klientlar kelyapti. Tog'a narsa olapti. Ko'proq oydi. O. Ko'p savdo bo'lyapti. Hali nechta narsa olibdi. Ana, non, Pepsi, o'shanaqalar ko'p ketyapti. Yeni bankirot bo'lamiz, xudo xohlasa. Sal o'yinni bosib pasaytirib olsak, cho'ta menga balandlik tuyulyapti. Qani opa. Oo. O. Plastikmi? Etdimi? Bitta uni olibdi. Love the prices. You made my day better. See you. $7. Bitta uni uchun shu digital tog'a. Endi bu rayonda faqat bizning magazin borda. Voy, shuncha unda nima qilasiz? Mayli. Nima qilsangiz ham meni foydamga ishlayapti-yu. Tog'a kelyapti. Mana shu non yaxshi ketyapti akalar, his qilgan bo'lsanglar. Yaxshi. Ko'proq. Ko'pdan narsa o'ynadi. 38.003. Bo'pti. Xo'p, foyda qolarmikan endi? Hali ikkita narsadan biz ancha foyda qilganmiz. $400 oshiq pul kelgan ikkita hali savdo nimasini. Nimasidan deyapsizlar-da? Aytmayman. O'tar bilan buyruq o'raydi. Amazing. Very satisfied Hey. with my purchase. Voy Goodbye. tog'a. Mayli, sog' bo'ling. Tog'a ham ketdi. Akalar, narsalar yaxshi sotilyapti shekilli. Mana akalar, nima yaxshi ketyapti. Endi akalar, Pepsi, non yaxshi ketyapti. Hali bu do'konda katta qilib tashlasa ham bo'ladi. Hali shunaqa ham qilib tashlaymiz. Ungacha hamma narsalar sotilib olaversin. Bular faqat bitta kattadan to'laydi. See you. Endi hammasi karta bo'lsa bularda emas, ayab. Endi 519. 3x qilib qo'ysalaring anchalik nimalang tejalar. Bo'lmasam bular shunaqa sekin oladi narsani. Asosida Tillab oladi. break qilib ko'rsatib beraman. Hayır, Tough day, but your store made me smile. Goodbye. 3x qilganim uchun tez yuryapti. Hayır. O'zi narsa ham kamayib qoldi shekilli, klientlar cho'ta. Kam narsa bo'lyapti. For the kindness. Bye. Ye. Bitta xola qaytib ketdi-yu. Nimadir yo'qmi? Meni boy qilgani kepti, meni tog'am. Tog'am o'zimdi. Meni boy qilgani kepti. Yana. Bratan ham narsa olyapti, opa ham narsa olyapti. Yana. Bu bratan ham meni boy qilgani kepti. Hayır. Amazing service. Just what I needed today. $700.
aka bo'lsa ishchi olamiz a. O'zim qaralmasam. İşçilarga buyruq qo'yib, deymanda. Level oshibdi. Keyin bunda narsalar joylashtiradigan ishchilar bor, narsalar olib kelib beradigan ishchilar bor, o'shalarni ham sotib olsa bo'ladi. But your store made me smile. Prosta ularga hozir Goodbye. pul yetmaydi. Hali do'konimizcha bo'lib ketgan do'kon emas. Bu tog'ay ham ketdi. Xo'p, 40. Excellent. You made my day special. gapirmay ketaveray. Bo'shatib qo'yibsizlar, tog'alar. Bekitib turamiz. Xo'p. Mana kassir akalar, adashmasam. Hop, bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Buni olamiz. Chaqirib yuboramiz buni. Hop. Bitta, ikkita, uchta. Red Bull ochilar ekan, 3 level bo'lsangiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Red Bull ochilar ekan. Buni 10 mingligidan ham olaylikmi? Rosa qimmat ekan. Mayli, buni alohida qilamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Ha, yopiq. Kema. Nima deyapti? Yopiq ekan deydi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Qanchaga tushdi menga? Yarim pulim ketib qopti. Voy! Mag'rurlashayapti buni. Lazzatli akalar mana shuna qimmat narsa olib kelsa, foydasi bo'lsa kerak. Nimaga senga? Majazin. O'lay deb olib kelasan. Qani Turobjon. Turobjon dedim men. Qo'y. Masjidga qo'y. Voy. Chiqib qolyapti. Voy. Ana. Вообще qiyin-da. Voy. Voy. Non. Nechta narsa joylashtirib olgan. Tezda. Tog'alar kutib qolyapti. Bu nima? Non. Qo'yib tashlaymiz. Otib boramiz. Bu nima? Bu ham non. 3x da ish qilyapmiz. Bu nima? Kola. Kola. Voy. To'xtanglar, buni skladga qo'yib turamiz ekan. Chunki men hali kolagani olmabman. Anaqa. Mana uni turadigan olmabman u. Pulimiz ham yetmaydi endi. Mana ichida nima bor? Balo ham yo'q nimaga? Tog'a ezib ketmaydilardi. Ezib ketsangiz to'lab berasiz, tog'a. $700,000 ketdi. $700 ketdi shuncha narsaga. Hop. Bu levellarning o'shaklari вообще bo'lib ketar ekanda. At bor buni. Kolaga joy yo'q, Pepsiga joy bor. Aha. Kolaga joy yo'q, Pepsiga. Endicha savdo qilsak keyin kolalarga joy ochamiz-da. Shuna. Hali qimmatim qani bir qimmat narsa. Qimmatim qani Mashina. deb. Ha. Ol buni, ol. Bak bo'lmay. Ibaqa deya. Nima o'zi bu? Narxini qanchagacha? 13 minggacha oshirdik akalar. 10 ming edi, 13 ming. Qimmat o'risi. Ya bekan, nafsingizni ham qo'shib yuboryapsiz-ku desanglar, akalar menga foyda qolishi kerak. O'zi $10 yo'qman-da. $3 qo'shsa nima bo'libdi? $10,000 olganman. Devomayman, $10. Xullas men bilmayman. $10. Tezda joylashtirib olsak, Tog'alar keladi, ketdi. do'konimiz to'lib qoldi o'sha. Ha. Non. Вообще kuchaytirib Non olsak ham kerak bu oxirgisi videoda. mana. Tiq buni.
Oxirgisimi? Oxirgisi. Ko'ramiz do'stlar, qimmat narsaga qanaqa qarar ekan. O'zi nima bu chipsmi? Un. To'laydi. To'ldimi? To'lyapti. Pepsi qani? Mana. Voy Bo'ldi. to'ldi dedim. Bratalla sizlar bemalol Mola olib turib qo'yish kerak. men olib kirib qo'yadigan narsalarim bor sklatimga. Endi anonim yo'q-da, deng. Bularga hali narsa olmabman men Coca-Colaga. Yana pul kelsa narsa olamiz. Ko'proq pul kelsa. Anaqa javon deydimi, turadigan joy olmabman. Ay. Hoppa, ko'ryapsizlarmi? Keling, joylashtirib tashlashni ham bitta yarib qo'yaman. Davay. Mana ko'ringlar, mana olishdi qarang. Ana, sekin bemalol oladi. Qashashyapsiz, xola, to'g'rimi? Ol tezda. Shashilib qaqa ham borardingiz. 3x da qaranglar, kelar tezligini. Tezda oladi, ketadi, yo'qoladi. Hop, 44 99. Qani pulimiz o. Voy yo. Kasser yo'llaymanmi deyman. Men nima qilib turgimcha u Qarab turibdi. qarab turibdi, men mana bu narsalar joylashtiraman. Yahya beka, siz o'rningizga boshqa odam qilsachi desanglar bo'laveradi unda ham. Xo'p, Yo joylashtiradigan nima olaymi endi? bu akalar qimmatdan hozir olgan narsamiz ham yaxshi sotilyapti. Love the prices. You Biz made my day. endi terano. Ana, bu ham qimmat. Hozir kelgan nimadan olishibdi? Nima ekan bu? Haligida endi Hali sut qo'shib choyga yeydigan narsa Ha, nesbi emas shunaqa edi bola. o'xshayapti. Oltmasi. Yaxshi emas, kulga esa ko'rsatib qo'yadi. Amazing. The Bo'pti, boring yo'qolib. value. See you. Kulga esa ko'rsatib qo'ydi yaxshi. Xayr. Xo'p, $19 qaytish kerak. 50 Ana. Amazing. Felt welcome and valued. See you. Xo'p, 28. 28 qaytish kerakmi? Ha, tenga qaytamiz. Tenga bo'ldi. Tanga qo'shib yuboryapmiz. Amazing. Felt welcomed and valued. See you. Bo'pti, xayr. O, kech tushibdi. Mayli, klientlarga qarab qo'yaylik. Menimcha videoni ham shu yerda tugatsak bo'laveradi. Mana o'sha kech ham tushdi. Qarab qo'yayapman. Bu deyman kechqurun ham savdomiz bo'laveradimi deyman. Ha, O'zi to'xtab qoladimi? 8 ishlaydi. Intellecto 5 dan 8. Shu opa oxirgimiz shekilli. Kelishmaydimi endi? Bo'ldi, boshqa kelmayapti. Xo'p, qimmat narsamiz ancha sotilibdi. Non, akalar va opalar, singillar, xolalar. Bugungi video roligimiz mana shulardan iborat edi. Albatta bu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, like bosib kanalga obuna bo'lib, o'zingizlar fikrlaring kommentariyada qoldiringlar. Xudo xohlasa biz akalar 600 taga qarab ketyapmiz. 600 ta obunachi bo'lishimda albatta yordam beringlar do'stlar. Keyingi videolargacha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.